Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz obunachilar. Navbatdagi ishimiz tayyor bo'ldi. Zalotoy dub alyumin profildan virani tayyorladik. Splashnoy holatda, juda go'zal holatda chiqdi. Stullar har doimgi alfa-formda o'ralgan. Buni gradusli bo'lib o'raganmiz, cho'tki chiqqan. Bu tomonlari kalyonli oyna bo'lgan. Birlikdan. Bu joyi balkon profil ishlatganmiz. Mustahkamligi oshirish uchun balkon profili ishlatilgan. Xudosi juda go'zal holatda chiqdi. Aynagi yodvi. Bu tomoni 2 qavat bo'lgan. Yodviga oq paket. Romlari ham splashli holatda ochiladi. Bu yerda ikkita eshigi bor. 2 qanotlidan. Girovkalari, ruchkalari har doimgidek baquvvatdan, girovkalari go'zal holatda har doimgidek. Shu kvadratlari 600 ming atrofida tushyapti. 600 mingdan boshlanyapti. Bemalol murojaat qila olasizlar. Dastlabki Ustonobchi vodiy bo'ylab xizmat ko'rsata olamiz. Ishimiz yoqqan bo'lsa, ishga havas qilganlar bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Jotki holatda chiqdi mana. Ustalarimiz mana. Turishibdi.